Assalamu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bize men Sadiqova Manzura ustoz, kimyo fani o'qituvchisi, 18 yillik tajribaga egaman. Milliy sertifikatim bor va oliy toifali o'qituvchiman. Bugundan boshlab sizlarga 75 ball masala yechish, ya'ni milliy sertifikat tipidagi 3 ta yozma ishiga mos tipdagi tuzilgan yozma ishlardan iborat bo'lgan kitobni yechimlarini boshlaymiz. Video yechim va rasmlar tarzida tashlab beramiz sizlarga. Demak, birinchi bu kitobimiz 3 ta tipdagi og'irlikdagi masalalardan iborat 41, 42, 43-tipdagi ularning birinchi tipidagi, ya'ni 41-savollarni video yechimlarini qo'yib ketamiz. Sababi shu savoli qiyin, pastdagi savollarni esa o'zingiz, demak, kimyoni bir qator chiqqan o'quvchi bemalol ishlashi mumkin. Shuning uchun 41-savollarni ketma-ketlikda ishlab beramiz sizlarga. Birinchi savol: magniy sulfat kristal gidrat vakuum ostida biroz vaqt qizdirildi. Natijada qattiq modda massasi 114/69 marta, S bog'lar soni esa 6 marta kamaydi. Tajribadan avvalgi kristal formulasini aniqlang. Birinchi savoli. Ikkinchi savol: tajribadan keyingi kristal formulasini aniqlang. Va uchinchi, dastlabki va oxirgi kristallar molar massa farqini aniqlang. Demak, birinchi buning uchun biz reaksiya yozib olishimiz kerak. Magniy sulfat mol suvda belgilab oldik. Dastlabki kristal gidratni qizdirgan vaqti ma'lumki kristal gidrat tarkibidan suv bug'lamchi ketadi. Natijada qolgan kristal gidratni magniy sulfat mol suv deb oldik. Endi kristal gidrat tarkibidagi S bog'lar soni 6 marta kamaydi degandan ketib ishlaymiz. Kamayish suv hisoblanadi va suv tarkibida S bog'idan bitta bor. Demak, 6 marta kamayish degani uchun dastlabki molekulalar soni, jami dastlab bog'lar soni 6 ta bo'lgan deb olamiz va 6 marta kamaysa u bitta bo'lib qoldi deb olamiz. Endi so'nggi kristal gidratimiz tarkibida 1 mol suv bor ekan, demak, dastlab 6 mol va u 1 mol bo'lib qolish uchun 5 mol suv chiqib ketgan ekan. Mana belgilashib oldik. M teng 1, X teng 5. Endi birinchi savolimizga javob, demak, dastlabki kristal gidratimiz magniy sulfat 6 mol suv bo'lgan va uning molekulyar massasi 228 ga teng. Ikkinchi savolimizga javob: qolgan kristal gidratning molekulyar massasi magniy sulfat 1 mol suv bo'ldi va uning molekulyar massasi 138 ga teng. Uchinchi savolga javob: molekulyar massalar orasidagi farq dastlabki va so'nggi kristal gidrat tarkibini oradagi farqni esa 90 grammga teng. Endi 114/69 degan qiymatdan ham foydalanib to'g'ri ishlaganimizni teshkil etishimiz mumkin. Magniy sulfat 6 mol suvni molekulyar massasini oladigan bo'lsak 228 va magniy sulfat mol suvni oladigan bo'lsak 138 ga teng. Ularni demak qisqartirilgan nisbati 114/69 ga to'g'ri keladi. Demak, masalamiz sharti bo'yicha to'liq ishlandi.